Bugun bizani jamoa o'zini sizlarga yaqindan tanishtiradi. Ismim Sevinch, yoshim 23 da. Ichingni chakishingni ham ayt. Xo'p. Asli Samarqandlikman, oyimlarda tojik qoni bor, adam o'zbeklar, shuning uchun bizda ozgincha narsa aralashgan. Bittisa, ha? Isanda ozgina ilonni ham qoni bor. Qanday o'ynagan chigit keladi. Asli kasbim marketing, ya'ni marketologman. Voy o'li. Hop, ismim Ibrohim, onam qozoq, o'zim o'zbek. Adam o'zbek, men o'zim ham o'zbekman chunki. Hop, o'zim O'zbekiston Toshkentda tug'ilganman, shuning uchun ham takoy slang toshkentskiy. Nima deyish kerak yana? Yana bizani Almataga olib boraman deb aldagansan, Yo'q, aldamagan, lekin olib boraman. Asli kasbim o'z barber bo'lganman. Barber emas. Sen sartarosh bo'lgansan. Barber deyiladi. Barber zo'r oladi. Ibrohim, barber zo'r soch oladi. Sizlar mana Vine orqasidan tanigansizlar ko'pchiliginglar. No, men muzika aslan hobbiyim. Muzikani zo'r yozadi, bitta xatosi bor, Ganves bilan fit qilib qo'ygan. Yo'q, xato emas u, aka. U maqtanish, aka u. Men o'zi 98-yilman, yoshim 27 da, Toshkentda tug'ilganman, toshkentlikman, adamam, onamam, dodamam, buvim hamma toshkentlik. Asl kasbim oshpaz. Oshpazlik o'qiyapman. Bilmasmiding? Meni ismim Bekzod, yoshim 31 da. Antiyotid ustaniki hozir. Asl kasbim muzika, o'zingizlar bilasizlar, lekin blogerlik sohasida mana shu bola Bekvanis meni 100% ustozim, hamma narsani o'rgatgan. Siz asl kasbingiz muzikantmi? Da. A yo'q, men hobbi deb o'ylardim, hozir bildim. Men gapir, o'zing shuni, o'y, nima effekt bu? Men Xo'p, men ismim Sadoqat, Toshkent shahrida tug'ilganman. Xudo xolasa 27 ga kiraman. kirib bo'lgansan 27. Yo'q, endi kiraman, 2 oy qoldi. Asl o'qigan soham arxivshunoslik va ish yuritish organlari bo'yicha tayyorlash bo'yicha o'qiganman. Lekin arxivshunos? Lekin men o'zim san'at sohasini yaxshi ko'rganim uchun Teatr studiya va madaniyat va sport ishlari vazirligidagi teatr studiyani qizil diplomga bitirganman. Teatr studiya rahbarligi kvalifikatsiyam bor. Qizil diplom. Eng zerikarli so'rash. Meni asli ismim Sulton emas, Mirsulton. 94-yil. Mirr desanglar ham bo'ladi, mirr. Asli Toshkentlikman. Nima deyman? 94-yilman. 2002 deb o'ylamanglar qizlar, ancha zanglab qolganlar. Nimaga o'qigansiz?